Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, jonli omonmi, Koreyadagi musofirlar. Shu video qilmagan bitta man qoldim-ku. Bu videom nafaqat Koreya, boshqa davlatlarda ham muhojir bo'lib ishlayotgan insonlarga. Koreyadagilar endi to'g'risi bor-ku. Endi juda sharmanda qilib chiqyordinglar-da. Ya men tushunmay qolaman-da, sizlar ishlagani kelganmisizlar yo rejissyor bir kino ishlagani yo hayotinglarni o'zingizlar kino qilgani yoki bo'lmasam biroving shantaj qilgani, ustingdan yozgani, boshqa qilgani o'shanga kelganmisizlar. Hayron qolaman-da. Ayollar erga tegib keldingmi, uyingni, oilangni, o'sha hayotingni qilib yasha, bo'ldi. Erkaging ishlagani kelganmisan, ishlab pulingni qil ket. Biroving bilan o'ynash bo'lasan, yashaysan, borib ustidan yozib berasan, shantaj qilasan, biroving rasmingni chiqarib yuborasan, yana biroving bir bala qilasan, yana bir nechtalaring qamoqda o'tiribsanlar. Nima bu ahvol? Sizlar nimaga kelgansizlar? Men tushunmay qolaman-da. Koreyada bor har bir faslga bitta serial naqd. Har bir faslga bitta nima deydi, kino naqd. Ba'zi o'ylab qolaman, hamma rejissyorlik kelib qolganmi deb. Bitta narsani unutmanglar, men maydalashib narsa qilib o'tirmoqchi emasman. Necha yildan beri shu insonlarning ichidaman. Ko'p narsani bilaman. Lekin jim o'zini holatiga qo'yib ishimni qilib yuraman. Nimaga? Alloh bor. Hisob-kitob qiladigan Alloh bor. U bandasiga emas. Sen bunaqasan, sen unaqasan, sen ichasan, sen gunohkorsan, sen falonsan, sen pistonsan, sen jinoyatchisan deyish bandasiga emas. Mayli, jinoyatchisan degan joyni aniq tashlaymiz, mayli bu joyini. Bu qonun bilan bog'liq bo'lgan narsa. Lekin bitta insonni bo'yniga bir aybni qo'yib boshqa qilish u bandasiga emas, u Allohning ishi u. Bitta narsani unutmanglar, haqiqat barib ko'tariladi. Yemog'ini qismog'i bor. Kelishi ketishi bor. Har bir gapirilgan gapda javobi bor.